Nima uchun oxirgi vaqtlarda ajrimlar juda ham ko'pligini bilasizmi? Keling, shu haqda hozir suhbatlashamiz. Ota-onalari bor, qizlarini ruhiy jihatdan, aqliy jihatdan, jismoniy jihatdan va hissiy jihatdan oilaga tayyorlashadi. Lekin ota-onalari bor, qizlarini oilaga tayyorlashda faqatgina pishir-tushirdi, uy yig'ishtirishdi yoki bo'lmasa sepini zo'r qilish haqida, to'ylarni qanaqa o'tkazish haqida o'ylashadi. Endi keling, har ikkala qiz ham turmushga chiqdi. Birinchi qiz unga sarigina qattiq gapirishsa xafa bo'ladi, tushkunlikka tushadi, arazlab onasinikiga chiqib ketishi mumkin. Ikkinchi qiz esa unga kamchiliklari aytilgan vaqt, u tanqid qilingan vaqtda har bitta tanqidni to'g'ri qabul qiladi, har bitta aytilgan kamchilikni ustida ishlaydi va shu kamchiliklarni tuzatishni boshlaydi. Birinchi qiz har bitta vaziyatga nisbatan agressiv munosabatda bo'ladi. Jahl bilan munosabat qaytaradi va uni hayotga yoki oilaga nisbatan qiziqishi, ishtiyoqi so'nib boraveradi kundan kunga. Ikkinchi qiz esa aksincha o'zidagi xatolarni tuzatib, uni ustida ishlashni boshlaydi. Natija esa har ikki xil holatga olib kelishi mumkin. Ruhiy jihatdan, hissiy jihatdan va aqliy jihatdan oilaga tayyor bo'lmagan qiz oilaga juda ham yengil qarashga sabab bo'ladi. Aqliy jihatdan, ruhiy jihatdan va hissiy jihatdan oilaga tayyor bo'lgan qiz hayotida bo'ladigan har bitta to'siqlarni aql bilan yengishga harakat qiladi.